Xo'ps, endi Y harfi bilan yuz ko'rishsiz. Tayyorligingiz bitdimi? Baş Y. O'tira Y. Oğlanma Y. Yalğız Y. Yılan yaladı balısını, bala çişlivaldı anısını. Dada, bana kompüter ip versen-chu. Aldı bilen elip beni tiz tügetsen-chu. Haqiqa azmatgan sen. Dinozavurni o'ltiralding. Sendeki zodi qandoq sihir kuchli u. Qo'y baqidi Ahadboy, uy solidi Samatboy, och yalang'och qoldi-ku hech chiqmay Mamatboy. A Y Ay B A ba Y bay Y A ya şi yaş Yağa Sani qo'ysa yasa bo'ladi. Y A ya S A sa yasa Yağa zayni qo'ysa yazay bo'ladi. Y A ya Z A za Y zay yazay Y Ü yü S Ü süp P süp Yusuf A T ata ata Ö Y öy öy Y A ya S A sa yasa Yusuf ata öy yasa Sırlık orman. Burunning burunlisida bir qo'rqinchli o'rmon bo'lgan ekan. Bu o'rmonlikda sher, yo'lbars, yılan, chayonlardan tortib bo'g'umaral, qo'y kallog'ichi birga yashaydi ekan. Bu yerda bir oila kishilari bo'lib, ular ovchilik, dehqonchilik bilan jon boqadi. Bir kuni ular yılan, chayonlarning ko'pligidan o'z hayotidan ensirab, o'yilni cho'ridab tamsanmoqchi bo'ldi. Oğul lazimetlik narsalarni akilishga shaharga ketdi. Oğlunuz ecep kelmaydi-ku, bir ish bo'lmagandi ha. Xotirjam bo'l, uningda qoral bor. Bu qishlar yetmaydigandek qiladi. Avval bu qishlarni ishlatib turayli. Yetmay qolsa, o'g'limiz kelganda bir gap. Boycha. O'lgur, nereden keldi bu ablah? Yıldızxan, ko'zingizni iching. Birning bo'lmagan siz, Yıldızxan. Dada, opamga nima bo'ldi? Papangni yılan chaqib og'ilib tas qoldi o'g'lim. Opa, ko'zimni ocha, men qaytib keldim. Keldingmi o'g'lim? Yovvoyi hayvonlar to'plashgan bu jangalda sana bir ish bo'lib qolamikin deb bak ensirdim. Her nim bo'lsa tez aman qaytib kelsan. Demisimi yovvoyi hayvonlar bek vahshiy ekan. Tig'i boyli bir yo'lbosning bo'g'i yeyotganligini ko'rdim. Lekin menda qoral bo'lgandan ensirmisanmi bo'ladi? Obdanroq aramag'in appa, va qo'rqib ketibsan. Men sana choy damlab beray ya. Ular oxiri tomni bitiribdi. Shuningdan keyin o'yliga ziyonxo'r hayvonlar kirmaydigan bo'ldi. Ularmi xotirjam holda o'z tirikchiligini